Yana bir shahar tor filmi faqat Subat tor sporlarida tarqatildi. Ben baş qilaman. Xizmatga o'sdim. Ure. Buning Dina. Bilime, samang öş. Şikkacat urvağın battığı. Ure. Sen öçtükün bildigensen ha? Şikkacha sen azlık kıldın. Kızık. Senin o kaçtığına kokkan bolsa, bilesin çağırıp çıkmaydı. Mağam bir stakan kahve. Okşaşı olsun. Doppio espresso. Şeker qo'shgan. Yana bir stakan muz suyi. Sulaymonning ta'siri hozir o'tib ekan-a. Dina, dizon, nimicha qadam. Avval xulosalamday. Sabirjonning shirkatidan baldiroq yenib chiqishini tavsiya qildi. Nima? Ya atdigan nim deb jo'ylatsan? Sendek ayol kishini tushunolmaydi. Sen qanday paydo bo'lib qolding? Sen paydo bo'lgandan bir ayollarning bir qanday tezadi. Sen paydo butun atrofingdagi odamlarning hammasini ilashtirib etding. Yani eski torbitdan butun yiroq dengizdagi ayollarni odamdek qilmaydan qilib etding-ku. Endi menga sanpan soqatamsa. Mesela da böyle kara çıkoyda pişsen, beni kalın ilişkim juplamaydık tamam. Bek çıkıya kıvettin hadi. Ben en alasına en afakın gipin radiye biri. Kalam ilişkim juplamaydı. Makul. Onda bolsa İskender efendim mutfağına karaysa. Ben sen tunamsa? Sen ne demekçi? Oldu. Ben en aval sen kızıkılgan şinday. Ayalın bilen çayıq bağan günüm tamak üstünde burun sen iş beş tartışkan hizmetleşen Peri Bakı. Andan değil ki attek savaqdışan Zührem Bakı. Onun üstüge gipinin tegide gipi var fotolar birleşip ayalını şundak oңайсызlandырып etdi. Yaxshi sizlar ko'pchilik. Bugun videojon tursiz chaqirib qoldik, shon kelib qoldim. Bugun sizlar bilan bir so'rindan qaysi adsonalarimdan pul o'tag'ini intayim xush bo'ladim. Men ancha gap qilishni bilmayman, rahmat sizlarga. Hey savaqdishim, nerede xizmat qilyapsan? O'zim bir tunishtiryapman. Sizlar savoldoshmi? Shu boyibek qizning salomlashib ketgan-da. Ben onun bilen, onun eri Ali bilen. Üçümüz staj savaqdash emasmi? Ko'rishgan zamonda. Men hozir ishlamadim, shundan keyin yolg'iz qolib qarab tendik. Nimda baxtli. Meni boqadigan ay chiqqan bo'lsa, hargiz ishlamaydim jimo. Kunda tomoq yutib qolib qaraydim. Mushta bo'lsa nimaga yaxshi? Hozir qallachi xotinasi qiz tarafning maoshi, xizmat o'rni yaxshimi deganini so'raydi ekan. Bizga o'xshash shaxsiy shirkatda ishlaydigan qizlar o'g'illarning ota-onasining nazarida faqat bekorchi.
Ali akamdek yaxshi yerlarni topmoq bak tasjimmi Mehribonada. Siz bak baxtli ekansiz. Ali akam siz suyda xizmat qilayotganda men bilan bir ishxonada ishlagan. Mening ismim Parib. Balkim anglab boqqan bo'lsangiz mumkin. Ha, Paris olamı. Akanız gapingiz chiqib qolgan. Balki Mehribon bundan keyin oila ayol bo'lmasligi mumkin. Yaqinda men bir yangi to'yga tutish qilayotgandim. Mehribon mening eng yaxshi hamkorlashuvchim bo'lib qolishi mumkin. Shuni men uni nasihat qilib azroq aroq ichkizdim. U uyga qaytganda sening aroq purqini puraq qilishingdan ansirdi. Shuni men uni mehmonxonaga akitib bir kecha qishimni qo'ndirdim. Shu kun oqshimi men nurg'un gaplarni qildi. Asos temisidan hammasi sen. Rahmat. Shuni ko'rilishga bo'ldigan. O sana shundoq kuyindi. Sendan qo'rqaydi. Seni hurmatlaydi. Seni suydi. Gerçi men sevgining nima ekanligini bilmasam. Naq shu kechada u menga dedi. Sening turmushingdagi barliq o'zgarish naq shu Iskandar ismli birsiga uchragandan keyin boshlanadi. Alim ahmoqga. Bir naplush adam necha qizga qilib qo'ysam, bir oy chekib yurgan bormi? Yana go'dakchim. Uzali qanday qadam ketdi? Alining deyishicha Iskandar degan odam bir yurish qarqasdan kiyibdi. Uning gap qilish bo'lsin, yurishtirish bo'lsin, bek olijanob ko'rindi deydi. Ondan uni cho'ng ishlarni qilib boqqandek, cho'ng yerlarni ko'rib boqqandek his tuyg'u beribdi ekan. Gaplarim shundoq jalb qilarliq deydi. Ali shu chog'lam uning shek shubhisizga ishlab ketibdi ekan. Bir yurish qarqasdan ismi Iskandar. Undan to'g'ri kelib qolgan sho'xdi, ha? Qanaqa deysiz? Men nurg'un yillarning oldida Italiyada oliy maktab o'qiyotgan vaqtimda meni shunga o'xshash bir odamga uchratgan. Unda olgan sen Iskandarni tanimsan? Tanishlar emas. Balki men uning bu dunyodagi eng yaqin odami deyman. Nima? Şu senin gap qilishing, ish qilish usuling, ishqalarning cho'ng bir-birisiga o'xshaydiganda, ha? Yo'q. Bular hech qaysi muhim emas. Meni demoqchi bo'lganim, bu ishlar sen bilan qanchalik munosabati yo'q. Iskandarning qandoq odam bo'lishimi sen bilan munosabati yo'q. Boshdan oxiri sen faqat bir pishik xolos. Bir kitobni kirish so'zi xolos. Sen vazifangni burunli ado qilib bo'lding. Bu o'yindan boldirlab chekinib chiqishing kerakdi. Lekin sen chikatmay turib olg'ashqa, bugünkidek musholat kuchib qolding. Ali, endi o'yg'ong'in. U Iskandarning nazarida faqat Sulaymonla bor. Başqalarning hammasi bu ikkisining shaxmat taxtasiga urug'lar xolos. Sen zaten nima demoqchi? Endi u Sulaymon akamni ishlab topding'a? Nima peshkan, nima shaxmat taxtasi bor? Ma'qul bo'ldi. Men mush birlik etim deyman. Yaxshi angla. Mayli Iskandar bo'lsin
yoki Sulaymon bo'lsin, u har ikkilisi hech kimga o'xshamaydi. Ularning ayrim dunyosi bor. O'zlarining adovatlari bor, chirmishi bor. Ularning peshonasiga bir umr dushman bo'lish bitilgan. Nimishqa deb so'rama. Mayli ular dunyoning nerede bo'lsin, har xil odam, har xil ishlar orqali bir-biri bilan chirmishlik bo'ldi. Shunga sen Iskandar bilan uchrashgan shu daqiqada sening kallangga shu kichikgina o'yni singdirgan vaqtda sening peshonangga Sulaymon bilan uchrashish bitilib bo'lgan. Endi tushundingmi? Nimishqa men? Ali, sen tek tushunmadingmi? Shu tasodifiy sen bo'lib qolding. Amaliyotda mayli kimni bo'lsin, xuddi daryoning beshiga bir tal yupurmoqni tashlasang, cho'qim oyoq tarafidan suzib olgan o'xshash. Balkim Iskandar sen orqali Sulaymonni topqisi bordi. Va yoki sen orqali Sulaymon bilan qo'l qayrishmoqchidir. Shu menimcha, tunji qatim sen Sulaymonni uchratganingda, u allaqachon sening Iskandar tarafdan kelgan to'pliqni bilib bo'lgan. Bu cho'qim to'rash kerak. Andan Sulaymon Iskandarning sening kallangga shu singdirayotgan o'ylarni tozalash uchun Sabirjon tunishtirgan. Yana hel qizlarni tunishtirgan Abobakrim shu. Ali, sen bayqamadingmi? Bu bir necha yilning yoqizi sen faqat shu Sulaymon sensiz bergan shu chambarakning ichida yashayapsan. Ma'qul bo'ldi. Yana seni ayoling mehribon kelsak. Men nemish buni tunji ko'rgan bilan shunday yiqimliq qishimga tatqim keldikin desam, o aslida sening ayoling bo'lganligi uchunki. Yana kap, men u hech kimga bermagan kitobni uning shunday aktivlik bir holatda berdim. O kitobni Iskandar efendim yazganki. Bunu men yaqinda tiqib bildim. O kitobni mehribon hargiz ko'tarolmaydi. Xuddi sen ko'rgandek, bu kitobning uningga bergan ta'siri bek cho'ng. Gerçi bu xil o'zgarishning uning kasbiga bo'lgan yordami cho'ng bo'lgan bilan, lekin sizlarning o kichikgina oilanglarga nisbatan dal aksicha. Sen demekçi bu işni sen qasdan qilmagan. Hammasi Iskandar bilan Sulaymon akam sababini tushunama. Endi kallang shildi. Men azaldan yolg'on gapirishni yoqtirmayman. Men sana kapolat bermanki, mehribon bilan yiliq Olqin orolidagi yigit bilan hech qanday munosabati yo'q. U bola haqiqatan mehribon yaxshi ko'rib qolgan. Mehribonning kallasimi azroq qaymiqib qolgan. Ayollarning hammasi munavvar erlarning majlisini rad qilmoq qilsa tasbih. Lekin mehribon yana o'z prinsipini saqlab qoldi. Shunga Ali, ajamning bir yig'iz gapini angla. Bunchalik kishidan mehribon bilan so'qishib ishlarni cho'ngaytmay, uni uyga aytib olgan. Ada Sabirjonning shirkatidan istifa berib chiqatgan. Sulaymonga munosabat barliq ishlardan yiroqlashib, ayollar bilan oddiy ham baxtli bo'lgan turmushni o'tkazadi.寂寞让人忙，思念让人慌。
生活有些忙，坚持有点难，闭上一只眼，点上一根 Eli baldır kilopsan qo'y. Voy, dedi acham makan qo'y. Yaxshimi dedi acham. Sizlar bir şeyde uçuruşqı deyishibgan sizlar. Gipinglarni bilib qo'ymagandim-a? 最近 Eli mijozing yo'qmi, nim bo'ldi? 身体 Ana suzulib qarcha. Bu onun İskender bilan ma'lum bir aloqasi bor yo'qligiga bog'liq. Nim deyapsizlar? Tushunmadim qo'y. Sen İskender efendim körep bakamaz bu. Nima İskender? Siz nim deyapsizlar? Ufqam, sen qandaq bo'lib Sulaymonning qahvaxonasida ishlab qolding? He. Dadamni qatnash voqeasi yo'liqdi deb Yiroq dengizga inib keldim. Shuninglar uydagilar kelganini bilmasin deb. Shunga yo'ldan o'tib ketib qolgach, qarasam bir qahvaxonaga xizmatchilar o'tib ketdi. Shuning bilan 100 tirani imtihon berib chiqdim. Shu kuni Sulaymon akamni olib qoldim. Amsa sen onun İskender degan bir odamni pulga olganligini anglabaqdingmi? Sulaymon akamning tilg'og'ini esimda yo'q. Lekin Sabirjon akam qaysi kuni ashtaroq bir odamning gapini tilga olgan. Sizlar degan odam shumi emasmi bilmadimmi? Gapni chiroyli debdi. Lekin xatomi demabdi. Ammo lekin shirkatninki roli yana shu İskenderning qo'lida ekanda. Aka bu nima degan gap? Endi to'g'ri bo'lgandi. Bu bir qancha yilda Davrimoya guruhining taraqqiyoti nemancholar tez o'tib ketdi ekan desam, aslida o'zining kaynida İskender bor ekan-da. Hozir yozun dozongni shallab chiqaryapti. Bu İskenderning mashg'uloti ekanda. Chiroyli. Chiroyli. Dedi acha siz bu İskenderni tanamsiz? Bu nima ish? Mana ko'rdim. Deganlarim to'g'rimikan? Shu qarindoshning cho'ngi bilan o'tirandisining kayinda İskender yordam qildi. Natijada eng kichigining peshonasiga Sulaymon bilan uchtirish bitilgan ekan. Ben endi tushundim. Singlim Dildor nimishqisini bir ko'riblam yaxshi ko'rib qoldi-ekan desam, shu ekanda. Bo'lmasa, mening Sulaymon bilan tanishadigan fursatim bo'lmaydi. Hammasi bitilib bo'lgan ekan. Va qoyil bo'ldim. Acaba senin deganlaringning hammasi rasmi? Biz aslida hammamiz peshikamiz-da. Bu sizlar nima deyapsizlar? Shunga har ikki yillar Sabirjonning shirkatiga berib ishlashga o'rinlashtirildilar. Qara. Bu hech qaysi ish tasodifiylik emas. Men bu İskenderga bag'ansir qoyil bo'lyapman. Men naq Sabirjon akamning ishini seni izlab kelgan edim. U ketdi shuncha uzun bo'ldi, hozir qaytib kelmadi. Abobek akam bilan aloqa qilishamadim. Sen Abobek akamning nima ketganini bilamsan? Abobek akamni izlab ketdi. Ha? Darvaqa shikistan yo'qolib ketdi. Shikisi bir yo'q qolmasa. Sen nima bo'lding, gaqila? Başta Sulaymon, ondan Sabirjon, endi Abobekri.
Hammasi bir-birlab yo'qlashdi. Ha, bu erkeklar acayip mas'uliyatchan ekan, ha? Ben karım yok. Doğru, mikroban. Ali? Ben mikroban izleyişim gerek. Bunu kaydırıp geçim gerek. Bunu ep gitme. Ailem çok mu yaxşı oluşum gerek. Azdım. Ali, nimalar deyapsan? Nega borsan? Ben istifa verme. Verip ayağımı kaydırıp gitme. Ayağımı izleme. Mesela de sen bana Sabircan'dan şirketi işleme. En yaxşı uyan kaydı. Anladım. Ali? Ali? Bunun nima bo'ldi? Nima ichsa? Qo'shkis, espresso mi? Dedi acha. Bu ellik nima bo'ldi? Nim tuyuqsizman so'p qolgandek istifa berim deb qo'ydi bu. Sizlar abay nima deyishdinglar? Nima gap ta'sir qilib ketdi bunga? Hayratchilik İskender degan nima deymi u? U nima ish qilib bizning oilani bu holga tushirib qo'ydi deyman? Nima degan jiq savol bu. Seviyorum ko'p ketay dedi. Mo'yimin degina. Qaysi kun cho'ng akam bilan ko'rishdim. Kichik akam uni shirkatdan chiqarib aytgandan keyin uning ro'yi ketgandek bo'lib qolibdi. Kun faqat yaxshi emas ekan. Uning ustiga yengam ikki qizni ilib onasini o'yib ketibdi. Akam bilan ajrashmay deb bolim ko'rsatmayapti. Akam bek ishim og'rib qoldi. Hech qisi yo'q. Akamning ham bir o'g'il bor. Nima? Akam Dolqinning yana bir o'g'li bormi ekan? Ha, yo'q. Mundaq deb qo'ydim. Acha chaqchaq qilma. Dana akamning qachonlardan o'g'li bo'lib qoldi. Bo'ldi-yu akamning ishini o'zidan so'ra. Ha, ras. Balkim u o'zim bilmasligi mumkin. O'zing so'rashib baq. Men u oilalar kishilarga ochib qoldim. Bo'ladi. Unda o'z bu ishni siz qiziqtirgan bir ish deyshimda. Mumkin emas. Senda men qiziqlik bir ish yo'q. Sulaymon kam munosabatlik. Uni izlayotmabdingiz? Ukam, sen xato olishyapsansan ya? Bu ayni chog'da sen menga uni havola qilgandan qo'y izish berishimga. Ana qandoq men uni zayga olib qoldim. Bo'pti. Men Alining yana berib baqay. Uni sal ansirab qoldim. Qanday? Bu Sulaymon degan jondan o'lmaganmi? Sizning xato tushunib qolganligingizni biladim. Sulaymon akamning qo'shma qarindoshi ekan. Chiroyi o'pma o'xshashgan, lekin mijoz xarakteri qat'iy o'xshamaydi. Rasmo yağanmı? Sen kimi gətdin? Voy ras. Buni Sabirjon akam deb bergan. Belki bir qancha kun yenib kelishi mumkin. Boshqalar so'rab qolsa, kimdir chiqib deb qo'ysa. Akabek aldirab mağdınız, Sulaymon akamni izlagan mağdınızmı? Sulaymon deb qolsa, "Hey, sen Sulaymonning bir qo'shkizak inisi bor deganni olganmiding?" Boşdama? Anlamabdı kimle. Aras. Sulaymonning bir qo'shkizak fuksi aka bilan tang. Ha. Chaqchaq qilmagansan? Texnik kunning oldida G'arb portdan kelayotgan yo'lda
Agar u ishkelisi shunda degan bo'lsa, acaba men uchratganim biroz u emas o'xshamaydi. Agar men uchratganim u bo'lmay qolsa, amsi Sulaymon nerede? Demek men yana onu topolmadimmi? Vay baldi acha. Akamning o'g'li bu qanday ish? Hali Xuma esingda bormi? Onun o'g'li shu akamning o'g'li bo'lishi mumkin. Nima? Xuma bilan akam? Men hammanglar bir-biringlardan ayajon o'tira yuzim to'kmang. Jazmlashtira olamsiz? Men ya ularning DNA'sini tekshirib bakmasam qanday jazmlashtirma? Akam o'zi berib jazmlashtirsin. Bo'ldi. Akam cho'qim qo'shildi. U hozir azroq olsin umidga muhtoj. Rostla o'ylamabdi ekanman. Xumar, akam, Sulaymon akamlarni o'tirsin bunda bog'lanish borligini. Bu xabarni kim yetkazgan bilmadim. Yangang maxsus odam evatib, Xumarni qishib berib, u balni akamning mu emasmi shu surishtisini qilibdi. Natijada Xumar aqlliqkan. U balni Sulaymonninki deb turibdi. Bu xabarni anglab, u yangangning do'sti shunday qo'shib ketdi. Zodi kimdan? Xumar keladi menga telefon qilib, u balning Sulaymonning emasligini dedi. Shunda bo'lganda u akamning bo'ldi. Biz 3 aka Natijani hayotida chechilib ketdik. Akamning bolalarining bunday bo'lishini xohlamayman. Bo'lmaydi. Men akamning bolasini topmasam bo'lmaydi. Shu Sulaymon ishini deb bo'ldingmi? Ha? Bu nihoyat muhim ipichiqo. Haras Sulaymon akamning qo'shkezak enisini nari kelgan emas. Ishqiroq shahardagi bir qahvaxonada. Bu chog'da u ikki qizlar yo'q qilib ekan. Meni nimishqa tunmas savol ekan deb xabar xop bo'lib ketibdi ekanman. Qaraganda Sulaymonni xato tushunyaptimi? Qo'shkisi hijab o'xshaydi ekan. Ha, yana Uchqirg'oq shahri. Yana? To'g'ri. Anlasam iliq Shabnam izchil Uchqirg'oq shahrida ekan. Qaraganda bir bog'cha ishlayotgan o'xshaydi. Men sizga oldin qaytim Sulaymon akam doim tilga oldi deb tapagan-ku. Nima Yusanjon, nima qo'shkezak? Sulaymon deb qarab tur. Voy, o'tiring siz madamni o'zim tushunmayman. Mushu. Kim? Sulaymon akam eng oxirida shundan ko'rishgan. Shu pet ketib qaytib kelmadi. Xatolashmagansa, bu degan bir podshoh bo'lsa, Xatolashmadim. Anchal uning bilan chechi uzunroq bir Sulaymon akamni izlab kelibdi ekan. Tuturing ha? Qarang, rost shu ekan. Bu ayinchaqda Shahzoda vaqtida markaziy shaharda o'qigan. Natijani oldida ularning davlatda to'plam yuz beribdi ekan. Uning dadasi va nurg'oy odamlar bilan ketibdi ekan. Endi u podshoh bo'lib, bu malmonchilikni yig'ishtiribdi ekan. Hozir dunyo bo'yicha eng yosh podshohlarning biri bo'lib qoldi. Qarang, bu yerda eng yangi shupensdan birisi bor ekan. Eng oxirida men yana bir odamga rahmatimni bildirmoqchi. Bir nomsiz qahramon. Garchi u biz uchun jinni qurbon qilgan bo'lsa-mu, lekin uning menga bergan ta'limlarini mangu esimda tutaman. Uning ta'limlari kelgusimni yo'ritib mangdi. Afsus yeri shuki, men endi u o'z qo'li bilan damlagan espressoni icholmaydigan bo'ldim. Dediyacha, bu tasodifiylik-ku. Uning digini Sulaymon akam emas, shundaq-ku? albatta emas. Nadim tuyuqsizdim. O'sha to'g'ri kelib qolgan ish bo'lsin. Sulaymon tahi ishqiroq shaharda boshqa zotni yo'q qo'yib qo'yadi. Buni hargiz ishonmang. Siz nimaga yig'laysiz? Sen bir qiziq gapdan beni qilib beraymi? Men ama
Tuyuqsizdan bir ishim chiqib qoldi. Tas qapti ben o'tirib qolg'ili. Men bag'ashtiray. Hujjat o'tib kelib qoldi. Mening ozroq ishim bor edi. Ma'qul, Afsa.